Vodiy Zarafshon. Hayotning cheksiz go'zalligi va qudrati. Golta akasi Abu raqibini tishini sindirvordi, nokaut qildi, sudya bilan janjallashib qoldi. Erkabulan raqibini nokaut qildi. Gold akasi Abuni tabriklab qo'ying, izohingizni yozing, videoga like bosib qo'ying. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Mana alhamdulillah g'alaba qozondim. Hayajongaman, sal hayajonlanaman. Avvalambor biza sportsmenlar yordam bergan prezidentimizga kattaga rahmat. Otabek Umarov kattaga rahmat akamizga. Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari, hammaga rahmat. Ustozlarimga hammasiga rahmat. Ramzi akam shu kelgan, patishga qilib turgan radnoylarimga hammalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu boshlanishi O'zbekiston. Meni duo qilib turgan xalqimga, muxlislarimga, hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Ota-onamga, aka-ukalarimga ham rahmat. Radnoylarimga ham rahmat. Hammalaringizga yaxshi ko'raman O'zbekiston. Inshaalloh bir qadam qoldi. Shu boydan keyin inshaalloh kamarga olamiz inshaalloh. Kulachga 5-0 bo'ldi. 5-0 inshaalloh o'zi keyingi turnirga inshaalloh kamarga urishamiz. Alloh bismillah. Kamarni ham olamiz. Men hech kimman. Alloh kuch-quvvat berdi. Bo'lmasa Allohdan hammasi. Sizlarga rahmat O'zbekiston, sizlarni yaxshi ko'raman. Men bir narsadan hayajonlanaman. Yelkamga O'zbekiston bayrog'i bo'ladi. Men shu sharmanda qilib qo'ymaydi deb hayajonlanaman. Shuning uchun ham bo'lmasa biror marta hayajonlanmayman. Tavakkal, men yutqazishdan qo'rqmayman. Chiqaman, dastoyni urishaman. Men vaqti qo'rqmayman. Hammalaringizga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Inshaalloh yana mehnatdan davom etaman. O'zbekistonimizni, vatanimiz bayrog'ini ko'tarishga yana harakat qilaman. O'zbekiston do'llarini ko'rsataveramiz. Assalomu alaykum. 27-iyun kuni Qozog'istonning Almaty shahrida oktagonning navbatdagi turnirida Bobur Abdulazizov hamda qirg'izistonlik Marcel MMA o'rtasida navbatdagi jang bo'lib o'tadi. Ularning jangiga yil jangi deb e'tirof berilgan. Ammo jangdan avval Marcel MMA Bobur Abdulazizning ustidan biroz kulganga o'xshadi. Chunki Marcel jonli efir paytida Bobur Abdulazizovni shu gaplarni gapirib masxara qilmoqchi bo'ldi. Fizически yaxshi o'rinda atak, bratан. Sizlar просто atak o. Nimadan kelgan odam Messida, bratан. Ben sizde vardı, güreş albaydı degenme. По-любому защита var da sizde. Ne olsa da hareket kılasın da, birinci roundda ile baloyu verip kalasın. İşte olsa da защита kılıp Marcel vaqti katta gapiryapsan, lekin yaxshi emas deydi. Samandar, kattalar söylashayotganda sen kattalarning ishini aralashma. Bobur akam gapirganda mayli, Bobur akam gapirganda eshitib o'tirdim, mayli. Sen gapirganda ataga. Nimaga yerda uchirib o'tiramiz? Hozir prosta ko'p gapirib yuboryapsan-da, Marcel. Marcel bu gaplari bilan Bobur Abdulazizovni birinchi raundda patirga olib Boburni mag'lub etmoqchi bo'ldi. Lekin Bobur Abdulazizov Marcelning bu gaplari uchun ajoyib javob qaytardi. Lekin Marcel bu gaplarga kulib qo'ydi. 10 yil Sinastoga urishamiz. Bilaman aytaman. Men shuni ochig'ini aytyapman. Bilaman. 10 yil turgan Sinastoga urishmaysan men bilan. Urishmayman. Sen O'zbek tug'anlar sen nima qilishing? Odamlardan biladi sen nima qilishing, qanaqa urishing. Stoga urusha olmaysan men bilan. Yo'q, turmayman. Minutdan fazla urasiz, tevez, сразу проход qarab. Urushingizni, tevishingizni kutam, сразу giram. Boshqa ne qilaman? Nima невыгодно. Men сразу kurash kerak. Minutda qo'ldan kelsa 30 sekundda проход kirib ketsin. Qalb aytganday сразу jarmash kerak. O samanlarmen bez razida kareta ham tevishiraman bugün. Kallangga tepaman sen, o'sha payt kelasan, bitta kalena qo'yaman.
Bu Marsel degani hozircha katta gapiryapti, lekin u qafasga kirgandan keyin uning holiga maymunlar yig'laydi. To'g'ri, Marselda kurash bazasi kuchlidir, lekin ammo Boburning zarbasi Marselni uxlatadi. Do'stlar, sizlar qanday fikrdasizlar? Agar bu jangda Bobur Abdulaziz Marselni tutib olsa, nimalar bo'ladi? Yoki bu jangda Marsel Boburni qiynab qo'yadimi? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar.